Xo'p, ustalar yig'ilib qolibmiz. Bu narsani kelishib olaylik. Kimdir juma kuni, kimdir yakshanba kuni dam oladi. Shuni bitta hammamiz yig'ilganda siz o'zingiz Otabek aka katta bo'lib, shuni bir o'rtaga tashlang aka. Nima deysiz? Haftada shu 2 kun juma kun bilan yakshanba kun dam qilib qo'yaylik bo'lmasa. Kim nima deydi? Shunga qanaqa fikr tasdiq? Ha? Ama annem bitta narsa qo'yib juma kuni dam, yakshanba kuni dam, to'g'rimi? Ham juma ham yakshanbadan bo'ladigan bo'lsa, orada shanba sarxalda bo'lib qolib ketyapti. To'g'rimi? Bu aqlibas yo'q aqlibas. Kecha shanbani ham dam. 3 kun. Endi bunday qilaylik mana. Juma, shanba, yakshanba dam bo'ldi. Dam bo'lgandan keyin endi mo'qaranglarda o'rislarda gapi bor, dushanba og'ir kun. 3 kun dam olib, dushanba ishga chiqish, vashi ezilib ketamiz. Kelinglar, shu nima deysizlar? Dushanbani ham dam qilib qo'yaylik. Menda ham bitta fikr bor-da. Shuncha kun dam olamiz, 4 kun damdan keyin sraz ishga chiqsangiz, mazingiz qochib qoladi, nagruzka bo'lib qoladi. O'shaning uchun mana tavsiya, seshanba kuni obyektga borib kelsa, ertalab boramiz, bitta xabar olamiz, qaytamiz. Ha, payshanba kunga tayyor nastroyda bo'lamiz-da. Seshanba kuni ham dam qorish kerak, nima deysizlar? Bo'lmasa bunday bo'ldi. Hozir demak, chorshanba, payshanba ishlaydigan bo'libmiz-da, qolgan kun. Payshanba ulug' kun, yaxshi kun, oila davrasida o'tiradigan kun. Payshanba ham dam qilish kerak. Osh qiladigan kun. Nima deysizlar? Shoshmanglar, to'xtab turinglar. Hozir o'shanda 6 kungina dam olib, 1 kun qiynalib ishlaymiz ham. Ha, unaqa qilmaylik. Kelinglar, chorshanba kuni ham dam qilib qo'yinglar, nima deysizlar? Chorshanba. Men nuqul aytganimni qilmaydi-ku bular.